Ey yo hammaga assalomu alaykum. Kedi to'ysi obunachilari. Bugungi videoda kim ko'p shirinlikni yesang yutasan challenge ko'rib turganlarda bizda Hasan va bozorchi bola Oybeka va albatta men aka Zafar. Hozir bizda chotki dippo va jalopini marmeladlarni yeymiz. Kim ko'p yutsa 1 million so'm g'olibi bo'ladi. Endi challenge'imizni boshlaymiz. O'zi Oybeka qanaqa u shirinlik qanaqa yeysiz? Endi pulga qarab 1 millionga misol uchun menimcha 1 millionlik yeyman. 1 millionlik. 2 millionga 2 millionlik, 3 millionga 3 millionlik. Jalop shundoq yevorman chunki marmeladlar yaxshi-ku. Albatta, pul bersa bermasa, menimcha men o'zim ham kundalik ravishda yeyman har kuni. Sizchi 1 millionga hozir? Jalop yegan bo'lardim. Lekin bizda shirinliklarimiz soni chegaralanmagan. Hozir kim ko'p shirinlik yesa, o'sha 1 million yutib oladi. Menimcha 1 million. Mani qornim och. Bular slab, men yevoraman, menimcha deb o'ylayapman. Aytmoqchi, men o'z videoda chiqmay qo'yganimga prosmotrlar tushib ketibdi. Ana. Tez like bosib, Oybeka siladi yozib olaylik kommentariyaga. Ket. Oyli siyli nima? Oybeka siyli. Oyli emas. Bozorchi bola siyli desa bo'lmaydimi? Bo'ladi. O'zingizga qaysi bir qulay bo'lsa. Like boshi siladan chiqmasin. Ketda bosamiz. Aytmoqchi o'rtoqlar, jaloppi marmeladlarni qadoqlari o'zgardi. Mana ko'rishingiz mumkin. Oldingi videoda bunaqa bo'lardi. Hozir bo'lsa mana bunaqa o'zgargan. Mana shu bizning mahsulot bo'ladi ko'chada, misol do'konda adashtirib qo'ymanglar. Biz faqat o'zimizning mahsulotimizga kafolat beramiz, boshqa mahsulotga emas. Jalop to'g'ri tanlov. Voy! Hozir 1 million oldim. Yulduzdan bitta oling. Oling. Saqam ochib Men qizg'anch emasman. Ko'rib turganlarda o'sha menda birinchisi bor. Menda ham mana birinchisi bor. Yeman chiqar. To'g'rimi bitta? Mana zo'rda. Hasan hitrayli qo'yibdi, kichkinasini yoptirib ko'proq. Nega buncha yaxshi ekan? Bu joyda men nima demoqchiman? Ha, Galma-galmadan bir-birimizga solib bersak. solib bersak. Aha. Ya'ni birinchi men boshlayman, sizlarga o'zim xohlaganimni solib beraman. Boshlanishiga davay 50 ta. Дорогой дневник, мне не подобрать слово. Bo'ladimi? 50 ta. Yoki 10 tadan boshlaymizmi? Minimal 10 tadan boshla. 10 tadan boshlaymiz. Ha, men solib beraman, bitta tanlab beraman, o'zim xohlaganimcha sizlarga. Любойdan. O'zi unaqa mumkin emas edi-yu, mayli. Qizoqroq bo'lsa, men qizoqroq bo'ladi, to'g'rimi? Kommentariyaga yozinglar o'zingiz. Mana chesni bo'lyapti. Aytmoqchi. O'rtoqlar, kanalimizga obuna bo'lmayapsizlar. Tez obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga keng challenge nima bo'lishini yozib qo'yinglar. 100%. Agar sizlar hozir obuna bo'lsanglar, sochimni ko'rsataman. Obuna bo'ldinglarmi? 1, 2, 3. Obuna bo'lmadingizmi? Qaranglar, tezroq obuna bo'lib qo'yinglar. Shunda ham qizil tugmani bossanglar, bittada ko'k bo'ladi. Sizlardan hech narsa ketmaydi. Bizga esa motivatsiya bo'ladi. Agar bizda tezroq 5000 ta obunachini yig'sak, bu bolalarning o'rnida siz bo'lishingiz mumkin. Demak, hoziroq bosib qo'ying. Hop, endi mana bularga ko'rishingiz mumkin. Men chuvalchini o'zimga 3 tasini solib, bularga 2 dan soldim. Chunki kichikroqni men tez birinchi yeb bo'laman. Voy! O'zimga tak tuxumdan bir dona solaman. Biz haftalikka bitta tuxum yeysizmi, jigar? Ha. Men 3 ta yeyman lekin. 3 ta yeysiz. Minimum. Tuxum hozir Zafar hitrli qo'yapti. Kichikroq marmeladlarni olib ko'proq yemoqchi-da. Shuning uchun men bu hitrlik uchun bunga imkoniyat bermayman. Voy bittadan beraman. Men o'zimga 2 ta qo'yaman. 9 tadan oz yulduzcha bersalar kerak. Endi eng qiyini mana yulduzchadan. Kamida bularga Voy! 3 tadan berish kerak, yulduzchani 3 tadan berish kerak. Jigar, mana shu shirinlikdan yemaganman demang. Shu faqat maktabga borganda maza qilib berdim mana tishli jaloppidan. Nechta bo'ldi? 3 tadan beraman bu yulduzni. Bir yulduzga bo'ktiray. Cho'ta qaysidir mamlakat turi yo'qoldimi? Mana tuxumniki bor, marojniy. Tishlini men o'zim bilan olib ketmoqchi edim. Boom. Mayli. Siz zavarfat olmoqchi bo'ldim. Nima deysizlar? Menimcha men juda ham zo'r tanladim. Ko'rishingiz mumkin, o'zimga takoyini yeb oldim Bu bular uchun. Oybekani fukuslari mana o'zlariga mana. Kichkinalardan bizga. Agar fukuslar yoqqan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying. Boshlaymizmi? Bitta qaycha olamiz ham biz ham. Sizda bormi? Sizga topganman. Sizga topaman. Ha, bundan keyin siz tanlaysiz, to'g'rimi? Albatta. Hasan to'g'ri yo'lda. Tayyor bo'lsanglar 3, 2, 1 boshladi. Birinchi marojniy boshlash kerak. Birinchi xardon kattasidan yuborish kerak. To'g'ri. 2. Mana chayni Birinchi yulduzchan yeb, lekin qolganini tib qo'ygan hammasini, bo'ladimi? Yo'q.
Hammasini Yulduzsiz ham qiyin lekin. qilolmaysizmi? Va o'rtalar qaraylar Hasan qilolmas ekan. O'zizcha. Yo, men keyingi challenge qilmoqchiman deyman. Alright. Ben o'ylab siqilib yotdilar. Yenaganda ham tuxum. Tuxum bo'linishi ham qiyin. Sezinglarmi? Yeb ko'ring bitta. Chizdan navbat deganda. Shu burada 3 ta qoldi. Menda bo'lsa hali 5 ta. Oybek kamida 6 ta. Marojni ham ozonmas ekan. O'sha. Qo'ldan nordonda kislik. Shanchilab ish qiyin bo'ldi. Вот. Ben yeb oldim. So'chim mana shu nordon ekan-ku. Shuncha. Menga naborot cho'jin yoqdi. Menga ham yoqdi cho'jin. Shuncha hammaga hisob berib o'zlari oxiriga bo'ldilar. Nima bu? Qani bu? Comeback Real Madrid. Nima? Hala Madrid. Real Madrid. Yeb oldingizmi nihoyat? Mayli, birinchi challenge'imizda Oybekani hammaga mana o'zlari jilluq pishirilgan bo'lib berdilar. Birinchi bo'lib men, ikkinchi bo'lib Hasan, uchinchi bo'lib Oybekani o'zlari yeb oldi. Endi bo'lsa meni galim va biza yana endi 20 tadan solamiz. 20 tami? 20 ta. 5 ta. 7 ta tishmagan. 1 2 3 ta tishmagan. 5 ta. Normalniy 5 ta. 5 ta. 5 ta. Mana bu tishmamcha Jero Beachdan chiqdi bu. Men tishim ana o'tmay qolsamda taqib olishim kerak. O 3 ta yulduzcha Oybekiga. 3 ta yulduzcha. Zahardan 2 ta yulduzchi. Yaxshi. 6 ta qilgan izdan chiqdimi? Olsa ham bo'lgan, ha, menimcha. 6 ta qo'ying. Hasan. Yo'q, o'zi kelsa 5 ta yulduzcha bo'ladi. Mayli. Ha, 3 ta. Ketdi. Men o'ziga yulduzcha solmayman. Voy ana. 3 ta, 4 ta. 5 ta. Bo'ldi. Hoppa. Bu menga 2 ta. 5 ta. Ana! Yig'ildi. Orası 3 ta bo'lib qoldi bu. Kimniki bu qizu? Vah. Kim qurolchilik qildi? Kim uni xirromchiga qo'ydi? Voy, men o'zgartirgan zabar sog'organsiz. Aldaysan Sardor. Nimaga birovni aldaysan? Kimniki? Menda yulduzcha yo'q edi. Siz yulduzcha yemadingiz. Sizniki hamma. Menda yulduzchi bor edi, nima? Sizniki. Aldamang. Yeganmi? Ko'rdinglarmi? O'sha Oybekka g'irromchilik qilyaptilar. Tez mana. Tez. Menda yulduzchi bor. Anaqa yedim. Demadingiz, men ko'rib Voy, yedim. Turibman. G'irromchilik ketmaydi bu yoqda sekin. Hasan, men idishchilik. Men bilisini, mana oching, Hasan, oching, shuni oching. Mana bunisini ochingchi qani nima ekan? Ochingchi nima bor ekan? Qiziq. Ana, yopishib qolibdi. Aldaysan Sardor. Nimaga birovni Qarang. Uyalmasdan ichiga so'rar ekanlar. Olaylik kelaylik tez. Faqat men yeyveramanmi? Va o'rtoqlar, xullas bizni marmeladlarni yeb oldik. Tinchakdan endi bizda oxirgisi shok bo'ladi. Ya'ni agar kim ushbu shok zvachkalarni chaynaganda umuman emotsiya bildirmasa, o'sha 1 million yutib oladi. Kelishdingmi? Tushunarli. 1 million yutib oladi. Bu Sadet firmasining, ya'ni JOP kompaniyasining shok zvachkasi bo'ladi. Mana xuddi mana shunaqa korobkasi ko'rishingiz mumkin. Imенно buni chaynab odamlar emotsiya ko'rsatmasligini iloji yo'q. Wow. Ha. Unda sinab ko'ramiz. Katta. Limonlisidan. Bu ya'ni limonlisi eng kuchli. Qani siz bir bo'ling, siz birinchi. O'zlaridan bo'lsa. Ha. Mana. Ketma-ket. Hobita desak, hozir kim emotsiya qilmadi bilolmay qolamizmi? Biz qarab turamiz, dedi. Men shundan xatirga yig'moqchi edim. Balki 1 millionni bo'lib olarmiz 3 kun. Albatta, yoshlar telekanalida. Siz yemasangiz yutqizdingiz. Odamlar qiynalib pul topishadi. Bo'pti. Hamma uchun sochimni ko'rsataman. 2 3. Budung. You are my sunshine. Endi yemasangiz bo'lmaydi. Shimish kerak. Rosa wow. No reaction. No reaction. Gel. Oybek.
O'ynatdilar. No reaction. Bo'lmasam, men o'yindan chiqib ketdim. Bizda ikkita finalist. Zafar va Hasan. Let's go. Shokdan bittada 5 tadan tanlaylar. Kim reaksiya qilmasa gitsin. Bak. 5ta his. Shok. 5ta shok. Voy, rostdan shunaqa qildik. Mana do'xtay qo'lingizni oling, men sizdan ko'p turishim kerak. Bashara umuman buzilmasin. Umuman o'zgaradi. Ko'z yumishim ham mumkin emas. Nega Hasan bez emotsiya berdi. Menimcha u 5tasini yeyolmasam kerak. Lekin harakat qilib ko'ramiz. Davay. Let's go. Voy! Yutqizib qo'ydi 1 millionni. Ular Hasan yutib oldimi hozir 1 millionni? Hasan yutib oldimi? Просто easy. Voy. Nima qildingiz? Yar 5 ni ishni bo'lamoqchi edik-ku. O'rtoqlar shokni 5tasini chaynomisizlar, ishoninglar, chaynomisizlar. Basharasiga o'zlab qizarib ketgan ko'rasizlar bolani. Juda. Hayotda takrorlash maytilada professionallar tomonidan Bu zo'chkani o'rtoqligi berib prank qilsanglar bo'lgan videoga olib ishoninglar zo'r bo'ladi. Lekin to'g'ri zo'r emotsiyam ushlab turdim. Atak prям chiqib ketadi ko'z yosh. Mayli, Hasanga 1 millionni bermasligimiz yetarmiz balki aldaganimiz. o'zimizga. O'zimizga. Hasan 1 million yo'q edi, biz aldadik sizni. O'shaning uchun ham 1 million yo'q. Ular o'rtoqlar shu bilan videomiz o'z nihoyasiga yetdi va sizlarga bitta yengillikni aytib qo'yishimiz kerak. Ya'ni agar sizlar bizning produkt bilan video qilsanglar va Telegram kanalimizga directiga yoki любой bitta post kommentariyasiga yoki Telegram kanalimizga lichka qo'yib qo'yamiz. Shu lichkaga yuborasizlar qilgan videolarni birga shunchaki videoga olib yoki birga videoga jo'natsanglar, biz sizlarni ko'rsatuvimizga mehmonga taklif qilamiz. Shuning uchun ham hoziroq kanalimizga obuna bo'ling va Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'yinglar. Shu video menimcha 1000 ta like arziydi, to'g'rimi? Arziydi, конечно, undan ko'p. Tez like qilib tashlang. Biz ko'rsatuvlarni yana ham masshtabni chiroyli qilib chiqarmoqchimiz. Просто kanalga obuna bo'lib qo'ysanglar. Bo'ldi. Kendi Toys. Bizdan uzoqlashmang. Like bosinglar. Okay, let's go. Hop, endi unda hop 1 2 3. Unda challenge'imizni boshlaymiz. Oğlum, nima bu? 5ta. 5. Men bu tishmanimcha Jero Beachdan chiqdi bu. Men tishim ana o'tmay qolsa taqib olishimiz kerak. Shu, oy, stol, tumalimiz. Sirli xona ichib ketmasaymi? Ichida sirli. Agar bu videoda 50 ming like yig'ilsa, Zafar Mamtdagi sirli xonasini ko'rsatamiz. Buni tagida sirli xona bor. Pastga tushsa bo'ladi.